Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga men hozir bu narsani tushuntirib o'tib ketaman. Agar bilganlarga, yaxshi bilmaganlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Malibu 2 sidiniyamiz mana shuning podkolonligini olish. Buni aylantirasizlar. Bu plastmassa chiqadi. Mana bu yerda stopper bor. Tomonda bitta. Bu tarafida bitta. Mana shu stopperda shundoq simni tiqib turib, o'zlanga bunday tortasizlar. Ko'tarasizlar. Bu tomoni ko'tariladi, keyingisi ham siqib turib, o'zlanga tortib turib, buni ham ko'tarasizlar, olinadi.